Assalomu alaykum. Yagomuz Vodiy Uz kanali a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar. Hozir mana shu gul do'konchi akalarimizga Yagomuz dastavkalarimiz davom etmoqda. Hozir Yagomuzlarimizni holatini ko'rsatamiz. Mana 05 sutkadan o'tgan, namligi 15-20%. Har qanday o'simlikni mana shu Yagomuz yaxshi oziqlantiradi hamda rivojlanish uchun tomirlariga, ildizlarga yaxshi effekt beradi. Ko'rishingiz mumkin gullarni. Hozir dastavkalar davom etmoqda. Bu akalarimiz gullarni o'zlari yetishtirishadi. Hamda bu yerga kelsangiz har qanday gulni topishingiz mumkin. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Kimgadir Yagomuz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kilosi 1,5 ming so'mdan. Hamda mana ofis, har qanday ofis deysizmi, boshqa ishxonalarga deysizmi, ana shu gullarni qo'yishingiz mumkin. Har qanday gullar mana sifati ham zo'r ekan. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yana videolarda ko'rishguncha